Podkastni maqsadi ingliz tilini yosh auditoriyalar orasida ommalashtirish. Behind so'zini ma'nosini bilmagan. Ma'nosini hamma kulgan. Haliyam mana masalan Read programmasini ishlatishga ingliz tili kerakmi? Yaxshi oylik maoshda BIM yo'nalishi bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini bilishingiz kerak, chunki rus tilidan ko'ra ingliz tilida ma'lumot ko'proq va ingliz tilida oladigan ma'lumotingiz bozorga ixtisoslashgan ko'proq. Deylik, oddiy o'zbek bolasi borib ingliz tilini bilsa, sani yo'lingni davom ettirishi mumkinmi o'sha yerda? Shunday ichariga kirganman, hali ham ko'zimni olib turadi. O'sha britanka xotin kirganman, orqasida Dubay aeroportini foni turibdi. Ingliz tilida eng oson topilgan pul deb salah qilib qo'ysa ham bo'ladi. Maqsading nima hayotda? Nima qaysingiz kirmoqchisan, bilmayman deydi. Har kuni izlanishing kerak-da. Izlanmasang qolib ketasan orqada. Har kuni yangi ish qilishing kerak. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshi keldinglarmi? Sog' salomat, ro'za Ramazonlar yaxshi ketib, ishlar havas joyida. Xudo xolasa, tomoshabinlarga ham assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, xullas, birinchi podkast shu kanalda. Podkastni maqsadi ingliz tilini yosh auditoriyalar orasida ommalashtirish. Qanaqa qilib deydigan bo'lsa, mana shu ingliz tilini o'qib, o'rganib, shu narsa keyinchalik boshqa sohalarda ko'p odamlarga yaxshi eshiklarni ochishi mumkin. Shu narsani bir hayotiy misolda ko'rib gaplashib chiqamiz, xudo xolasa. Xo'p, bular meni o'zimning o'rtoqlarim. Mana shu ingliz tilini endi o'qib yurgan paytimizda necha yil oldin bo'ldi o'sha narsa. 6-sinf. Voy. 14-15 yil. Hozir 15 yildan oshib ketdi. 15 yildan oshib ketdi. Eng qizi hozir ham podkastdan oldin aytayotgandim. Men sirddoshlarim bilan uncha anaqa hozir aloqam yo'q. Sizlar bilan o'sha hali ham aloqadamiz, qandoq bir yaxshi narsa. Xo'p, xullas kalom, o'ng tomondagi Oybek, Bobur o'zligini proyektligi bor. Undan tashqari arxitektor sifatida ishlashadi. Xo'p, unda bir qisqacha o'zinglarni ham yaxshiroq tanishtirib berasizlarmi? Oybek boshlab bersa. Oybek, dadashi familiyam. Hamza bilan anchadan beri o'rtoqmiz, Bobur bilan ham. Shu ingliz tilida boshlaganmiz hammasini. Undan keyin qancha o'rtoqlar, qancha xotiralar qolib ketgan. O'shani aytgandek xuddi shunaqa. Men ham sinfdoshlarim bilan gaplashib turaman, unaqa yaqin emasmiz. O'sha yerda Doston, Bobur, sizlar, Nodir, shu Sho'rahmat ekan, hammaligisi bilan. Sho'rahmat aka bilan hali ham aloqadamiz. Hozir aytib bersa kerak, anaqada. Xo'p, o'qituvchimiz aytsinlar. Marta Nikolayevna. Marta aka. Marta Nikolayevna. Men hozir arxitektorman. Bobur bilan birga ishlaymiz. Londonda bakalavr bitirganman arxitektura bo'yicha. Undan oldin Dubayda yashab o'qiganman. 2 yil ishlaganman. Keyin Londonga ketganman. Bakalavr bitirib, hozir O'zbekistonga keldim. Bobur bilan birga ishlayapmiz. Endi shu san bilan sizdan bir tanishimiz. Qanday yaxshi oxirigacha bo'lsin, Bobur. Assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun rahmat. Ismim Bobur, arxitektorman. Interyer arxitektorman. To'g'ri qilib aytadigan bo'lsam, shu soha bo'yicha salkam 9 yildan beri ishlab, faoliyat yuritib, so'nggi 3 yil davomida darslar berib kelaman. O'zim alohida YouTube kanalim ham bor. Telegram kanalim bor. YouTube kanalni Oybek bilan birgalikda ochganmiz. Shu arxitektura sohasiga kirib kelayotgan paytimizda sohamiz bo'yicha o'qib, o'rganib, ma'lumot bo'lish niyatida keyinchalik bu proyektimiz shu xizmatchiga o'tib ketdi. Aynan shu interyer yo'nalishi bo'yicha dars o'tadigan va programma o'rgatish bo'yicha bo'lgani uchun. Shu boshlang'ich etapda ham endi hozir bugungi podkastdan maqsad baribir tilni o'rni bizning hayotimizdagi shu bir 14-15 yil oldin ingliz tilini birga o'rganish boshlagan bo'lsak, biza o'zimizning sohamiz bo'yicha arxitektura bo'yicha birinchi boshlagan shu Telegram kanalimizda ham Oybek bilan birgalikda aynan shu ingliz tilidan kitoblarni tarjima qilib, o'zbek tiliga o'girib post qilib qo'yganmiz. O'sha Architecture in 30 Seconds degan kitobdan, arxitektura 30 soniyada degan kitobdan ma'lum bir ma'lumotlarni olib, o'shalardan post tayyorlab Telegramga qo'yganmiz. Hozir shu soha bo'yicha ishlayapmiz va harakat qilyapmiz. Ingliz tilimizni o'sha paytlar o'rganib, orada Oybek endi chet elda o'qishini davom ettirdi. Oybek ingliz tili juda kerak bo'ldi. Men O'zbek institutida o'qishimni davom ettirgan hisobiga orada pauza bo'lib qoldi katta. Hozir yana shu ingliz tilida olgan bilimlarimizni ishlatib, qayta tiklab, sohamizda qo'llash harakat qilyapmiz. Mana shu savol keldi-da.
Sirasu ko'plar mana yaqinda ham bitta tanishim anaqa dedi, mana rus tilida ham qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi-yu. Lekin men yaqinda o'qiganimda то что asosiy ma'lumotlarning источники baribir ingliz tilida. Shu narsa arxitektura yo'nalishida ham bormi? Arxitektura yo'nalishida ham bor. Kechagina mana Oybek bilan kuzatayotgandik. O'zi bizning sohada frilanser juda ham mashhur bo'lgan arxitektorlar kam. Lekin shularning ichida bitta arxitektor bor, shu New York Maine degan shtatida yashaydi, bir orolchada. Kechagina shu arxitektor hayotini o'rganib chiqqanmiz deb aytayotdiki, endi birinchidan ingliz tilida gapiradi, ya'ni Amerikada bo'lganga yarasha ingliz zabon deylik, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ingliz zabon bo'lib turib frilanserlik qilish osonroq, ancha. Nega frilanserlik, nega ingliz tili deganda, sababi baribir doimiy ishda ma'lum bir vaqt birovning qo'lida yollanma ishchi bo'lib ishlashingiz mumkin, lekin ertaga frilanserlikni tanlamoqchi bo'lsangiz, o'zbek tili rus tiliga qaraganda ingliz tilida ish topish osonroq. Birinchi masala. Ikkinchi masala, ma'lumotni endi hozir sun'iy intellekt deylik, o'sha oddiy ruslarning sun'iy intellekt Yandex oladigan bo'lsa ham, YouTube'da Yandex brauzer orqali kirsangiz, hozir deyarli bir 700-800 xil tildan rus tiliga to'g'ridan-to'g'ri sinxron perevod qilish funksiyasi bor. Masalan, ba'zilar shunaqa qilyaptiki, inglizcha darslik qo'yib qo'yib, inglizcha dars Alisa orqali rus tiliga o'girib turib dars ko'rishyapti. Bu joyda bizga savol bo'lib qolishi mumkin. Demak, ingliz tili uchun kerak emas, boshqa deyish mumkin. Lekin siz baribir agar u narsani o'rganganingiz bilan muloqot qilish uchun o'sha hozirgi deylik zamonaviy o'sha Samsung S25 Ultra'da ham sinxron perevod bo'lgani bilan odam sizga hurmati u bilan oshib qolmaydi. Ya'ni ingliz tilini bilsangiz hurmati boshqacha, lekin ingliz tilini bilmasdan boshqa resurs ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha sizga bo'lgan nima deydi? Munosabat o'zgarib qolishi mumkin. Haqiqatda shu hamma sohalarda hozir kerak bo'lyapti. Endi bugun hurmatli arxitektorlar bilan gaplashamiz. Xo'p, savollar tayyorlab kelganman. Shulardan birinchidan boshlaymiz. Xudo xolisa, o'zi nima sababdan ingliz tilini o'rganish boshladi u? Chunki Silida bo'lsa mana salkam 15 yil bo'lgan bo'lsa, endi hozir sabablar aniq. U payt mana shu O'zbekiston inglislari bo'lardi. Ingliz tili o'tdim unaqa muhim emas edi. Iliji bitta adashmasam Westminster bo'larmi o'sha paytda. Singapurskiy ikkita bo'lardi. Ingliz tiliga talab naqa katta emas edi. O'sha payt nima sababdan sizlar keldinglar? Keyin bu narsa kasbiyligiga keyinchalik qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Ingliz tilini o'sha birinchi boshlaganimizning sababi endi o'sha paytda misol uchun baribir maktabdan keyin to'garaklar bo'lardi, boshqalar bo'lardi-ku, shunga borilgan. Menga adamlar juda katta sababchi bo'lganlar, menga aytardilar doim, agar til bilib, qo'lingda hunaring bo'lsa, dunyoda любой joyda o'zing ishingni topib keta olasan deb o'rgatganlar doim. O'sha menga juda katta investitsiya qilganlar, yordam berganlar, o'zlari ham o'shani bu yoqqa ingliz tiliga borishim kerak ekan, bu yoqqa buni o'rganishim kerak ekan desam, hech ham misol uchun unaqa tortmaganlar-da. Boraver, o'rganaver, men qilib beraman hammasini deb. O'shan bilan o'rganib, keyinchalik o'sha yoshligimda ham misol uchun manaqa narsa bo'lmagan. Misol uchun men Londonga o'qishim kerak, Amerikaga ketaman yoki u yoqqa borishim kerak. Просто shu chetga chiqaman, ingliz tili kerak baribir. Keyinchalik mana shu международный international ishlaymiz, o'zim otalarim bilan birga ishlayman deb, baribir til bilgan el biladi degan narsa bilan shu qiziqib o'rganib ketib qolganman. Qiziqib, harakat qilib, keyin shu boshida kirganimda o'zim ham eslasak kerak, boshida kirganimda hali ham eslayman, o'sha agar esingizda bormi yo'qmi, men birinchi onam olib kirganlar, o'sha sizlarning guruhda dars o'tayotgan bo'lgan. Sen oxirida o'tirarding, Bobur chap tarafda o'tirardi, shunaqada. O'sha intermediate bo'lgan, men beginner bo'lganman. Уровенimda Marta Nikolayevni olmaganlar men. Olmaganlarda pastga tushingsiz, beginnerdan boshlashingiz kerak. Yo'q, bu уровень tortmaydi bu bilan degan. Keyin bitta o'tirib ko'rganman dars. O'tirganman, haqiqatan torta olmayapti. To'g'risi men torta olmayapman. O'tiribmanda, o'sha yerda bankdan tarjima qilayotganimizda behind so'zini ma'nosini bilmagan. Ma'nosini hamma kulgan. Keyin Marta Nikolayevna aytganlar, men xohlasanglar qo'shimcha dars o'taman. O'sha darsdan 1 soat oldin kelsin, men o'sha yetkazib olaman deganlar. Shunaqa oldin kelganman, keyin sizlar kelardinglar. Shunaqa qilib, Xudoga shukr, shu Allohning fazli bilan o'ziga o'zi olib ketib qo'ygan. O'tib ketgan. Sanda bor adashmasam, keyin anaqa West litsey bo'lardi. Menda endi yo'nalish boshqacharoq bo'lgan. Bizning ingliz tilini o'qishdan maqsad u payt qiziqishimiz bo'yicha yoki diplomatiya yoki biznes yo'nalishi bo'yicha ish boshlamoqchi bo'lganmiz. Maktabda 6-sinf, 7-sinf paytda kim bo'lasan degan savolga shunaqa javob berardik.
Shuning uchun o'sha do'stimizni sabab bilan ingliz tiliga borganmiz. Nima bo'lganda ham o'rganib qo'ysang ertaga zarar tegmaydi, foydasi tegadi degan ma'noda borilgan. Ya'ni menga hozir ingliz tili kerak degan bir maqsad bilan bormaganmiz o'zi aslida, lekin keyinchalik shu deylik 6-sinfdan 9-sinfgacha o'rgangan, birga o'qigan bo'lsak, u yog'iga yo'nalish, ish tanlashga to'g'ri kelib qolgan paytda biz imtihonga tayyorlanmaganmiz. To'g'ridan to'g'ri shu Toshkent shahridagi Westminster xalqaro universiteti qoshidagi akademik litseyga imtihon topshirib o'qishga kirganmiz. Ya'ni u yerda ham aslida kasb bo'yicha hali yo'nalish aniq bo'lmagan, lekin til bilganimizdan hisobiga o'sha paytda ham misol uchun imtihonda matematika bilan ingliz tili bo'lardi. Matematikadan pastroq baho olib, lekin ingliz tilidagi ball yuqori bo'lgani hisobiga tortib olib kirib ketgan, chunki o'rta arifmetik son bilan kirilardi o'qishga. Shunaqa qilib ingliz tili boshlangan qiziqish. Darslar to'g'risi boshida yoqmas edi, chunki 3 soatlab, 4 soatlab yozdirardilar ustozimiz. Butun boshli kitob ko'chirib chiqardik. Keyinchalik lekin foydasi tegdi. Ba'zi bolalar misol uchun o'qishini oxirida уже maksimal vaqtini institutga, litseyga, kollejga kirishga tayyorlanib yurgan paytda biz to'g'ridan to'g'ri kirib ketganmiz, tayyorgarliksiz. Shu joyda katta rol o'ynagan. Undan tashqari shu 8-sinf paytlarimizda ham Toshkentning o'zida maktablar orasida olimpiada bo'lganda shu 169-maktabda bo'lgan. Shu xabaring bor, Doston bilan qatnashganmiz. 8-sinf bo'lib turib 9-sinflar nomidan qatnashganmiz o'sha joyda. Butun rayon bo'yicha, shahar bo'yicha yig'ilganda ko'p tanishlar orttirib, ancha qiziq bo'lgan. Ya'ni til bilganni o'zini hisobiga maktabda ham endi misol uchun o'quvchini o'z mavqei qanaqa bo'lishi mumkin? O'quvchi maktabda, lekin bitta shu ingliz tili bilingani hisobiga boshqa fanlardan agar qiynaladigan bo'lsa, baholarni shunday qo'yib berishgan. Xuddi shunaqa narsa bizda ham bo'lgan edi. Nodir degan tanishimiz bor. Bola bu yoqda yo'q. Litseyda o'qib yurgan paytimizda o'qituvchilar Nodir deyishardi. Chunki litseyda haqiqatda o'sha payt bizga keyin Feruza opa bo'lardilar. Feruza opa borib IELTS topshirgan paytlarimiz edi o'shanda. O'shanda haqiqatda anaqa bo'lgan. Nodir edi. Litseyda eng yaxshi biladigan. Shucha Doston bo'lib, boshqa bo'lib, 3-kursimizda qaysidir fandan yiqilayotgan paytimiz bo'lganda, fizikultura fanidan shu o'qituvchimiz kirib, baho qo'yib isarli hech qaysi biriga degan paytda bitta boshqa o'qituvchi kirib aytganda, bu bola bizani anaqamizdan ko'tarilgan, shaharga chiqqan, o'qigan deb turib, keyin o'sha yerda o'zida mana shu bola o'tirsin, bunga baho qo'yib beramiz deyishgan, keyin hamma qo'yganlar turgan. 7-sinfda esingdanmi yo'q aytganmi? Hamza bilan prototip qo'yaman olimpiada. Esingdanmi? Hamza bilan tumanga chiqqanmiz ikkalamiz. Raqib bilan o'tirganing, Raqib bilan o'tirganman. Xo'p, yaxshi. Keyingi savol sizlar arxitektor yo'nalishida, adashmasam yo'nalishlar ko'p juda Revitda ishlaysizlar, Revit programmasi bo'yicha. Mana hozir Bobur aytdi, mana shu искусственный intellekt yordamida juda ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Haqiqatda tarjima qiluvchi vositalar juda rivojlanib ketdi. Hali ham mana masalan Revit programmasini ishlatishga ingliz tili kerakmi? Xo'p, Revit programmasi endi O'rta Osiyoda, o'z SNG davlatlarida ruscha interfeysda ishlatiladi. Qachon loyihalar, misol o'zbek tiliga o'gir bo'lmaydi, o'zbekcha interfeys yo'q, lekin o'zbek tilida proyekt qilinadigan bo'lsa ham rus tilida interfeys ishlatiladi. AutoCADda ham, Revitda ham, boshqasida ham. Endi bu yerda bizda qo'shimcha yana bir yo'nalish bor, BIM degan, ya'ni Building Information Modeling, qurilishni informatsion modellash. Bu bitta programmani o'zi emas, bu ichiga juda ham ko'p katta spektr programmalarni kiritadi, ya'ni qurilishdagi har xil soha yo'nalishlarni o'ziga qamrab oladigan, misol uchun metal ishlar uchun alohida BIM programma, deylik, beton ishlar uchun alohida BIM programma, loyihalash uchun boshqa, deylik, yorug'lik hisoblash uchun boshqa programma, hammasi BIM ichiga kirib ketadi. Bu endi qurilishni har xil sohasidagi ishchilarni bitta joyga jamlash niyatida qilinadigan narsa. Ana endi shu BIMni o'rganishga keladigan bo'lsak, baribir ketma-ket deylik, Yevropa, Rossiya, keyin O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir katta informatsiya rus tilida bor. Lekin rus forumlarida men o'qigan narsam shunaqa bo'lganki, BIM yo'nalishi bo'yicha ham katta mutaxassis bo'lsa ham, Rossiya bozorining o'zida oylik maosh juda ham katta emas. Ya'ni odatda yaxshi oylik maoshda BIM yo'nalishi bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini bilishingiz kerak, chunki ish beruvchilar sizda katta ehtimol bilan rus zabon emas, ingliz zabon anaqada bo'ladi. Bo'lishi mumkin turk, ya'ni O'zbekiston, Turkiya bilan juda ham ko'p
o'zaro ishlayotgani hisobiga turk tilida ko'p bo'lishi mumkin. Ishchi dokumentatsiyalar ham rus, turk tilida bo'lishi mumkin, lekin katta plyus bo'ladi agar ingliz tilida bo'lsa. Chunki ingliz tilida birinchidan ish juda ham ko'p. Ta'lim bo'yicha ham baribir ingliz tilida berilgan ma'lumot ko'proq. O'sha men onlayn tarjima qilgan hisob bo'lsa ham ingliz tilida ma'lumot ko'proq. Keyin agar o'zingizni salohiyatingiz yoki karyera bo'yicha yoki ish bo'yicha professional уровеньni oshirish niyati bo'ladigan bo'lsa ham, rus tilidan ko'ra ingliz tilida ma'lumot ko'proq va ingliz tilida oladigan ma'lumotingiz bozorga ixtisoslashgan ko'proq. Siz rus tilida misol uchun shu BIM bo'yicha kurs sotib olishingiz mumkin yoki ma'lum bir onlayn o'quv markazida o'qishingiz mumkin. U olgan bilimingiz sizda faqat o'sha rus bozori uchun mo'ljallangan bo'ladi. Endi tabiiyki baribir bu yo birlamchi yo ikkilamchi ehtiyoj pul bo'lgandan keyin siz oldindan talashingiz kerak, ya'ni qanaqa yo'nalish sizga ko'proq manfaat olib keladi. Undan tashqari o'sha neyroset deydigan bo'lsak, sun'iy intellektlar ishlatish bo'yicha ham aynan arxitektura yo'nalishi bo'yicha hamma sun'iy intellektlar faqat ingliz tilida ishlaydi. Bulardan bittasi Digital Plus degani bor. Hozir Rossiyada juda ham katta loyiha institutlar ishlatishyapti. To'liqligicha ingliz tilida, rus tiliga endi rus tili ham bor baribir ichida, lekin programma bo'yicha baribir tutorialda ingliz tilida chiqadi o'rganish uchun. Istalgan programma ham baribir eng katta spravichniki ingliz tilida bo'ladi baribir. Tushunish osonroq bo'lishi uchun. Tushunarli. Demak, ko'p ish va ko'p pul topmoqchi bo'lsa, baribir mana shu ingliz tilidagi marketga kirish, shu bozorga kirish, ingliz tilisiz sal ilojsizroq narsa. Zo'r, xo'p, Oybek, san chet elda o'qib kelding, maza qilib kelding, Londonlarda. Endi nima deysan shu to'g'risida? Bari ingliz tili sabab bo'ldi chetga chiqishga. Mayli faqat ingliz tili demaylik-ku, o'sha yerdagi anaqalaringni nima desa bo'ladi? Memorylar bo'ladi-yu, o'shalarni azincha share qilsang, o'qish qanaqa bo'ldi? Men nima desa, u kamyob narsa-da. San o'sha paytda men ismini arxitektor bo'laman deb yurardinglar. Endi Oybek aniq esimda arxitektorlikka qiziqardi. Sen haqiqat arxitektor bo'lib ketding. Chunki shu biz 6-7 sinf paytimizda fikr konkretno o'zgaradigan payt edi. Mana shunaqa. Azincha bir bo'lishsang shu to'g'risida fikrlaring. Shu arxitektura bo'yicha ham sanga yetib o'tib ketyapman. Mana shu Dubayda o'qiyotgan paytimizda men 9-sinfdan ketgandim. Dubayda o'qishimni davom ettirganman. O'sha yerda o'qiyotganimda o'sha 9-10 ga o'tganmiz, u yoqda hali 11 yillik sistema bo'lganda. O'shan bilan o'qib yurib, mana shu arxitektura deganingga bir marta yurinmay o'qishdan kelaman. Uyda darslarimni qilaman, o'qishga boraman, darslarimni qilaman, o'qishga boraman. O'sha paytda futbol o'ynash qiziqardi. Ozgina kompyuterda futbol o'ynardim, darslarimni qilardim, mana shunaqa endi shunaqa rutinada ketavergan. Keyin bundoq turib, o'sha nimadir to'g'ri ketyapti, nimadir netaman, qarasa yoshyapti. Keyin o'sha o'zimni yaxshi ko'rgan, o'zimni nima desa bo'ladi, hurmat qilgan akalarim bilan gaplashib, maslahatlar olganimda aytishgan, senga demak maqsad kerak ekan. Keyin maqsad kerak, mana shunaqa bo'lganda, shu payt yaqin o'rtoqlarim sizlar, keyin Bobur bilan gaplashganimda o'zi menga eslatib qo'yganda, qanaqadir san o'zi arxitekturaga qiziqarding-ku, arxitektor bo'lmoqchi eding. O'shandan keyin yana portlab ketib qolgan arxitekturaga qiziqish. Bobur bilan birga harakat qilamiz deganmiz, proyektlar qilamiz birga, o'shandan beri qolib ketgan. Keyin arxitektura universitetiga ketishim, to'g'risini aytsam, unaqa endi hozir bu yerda katta gapirib olmasam kerak. Oson bo'lmagan. Misol uchun maktab bitirganman, institutga kirganman. Xursand bo'lib yurganman. Bizda baribir O'zbekiston institutga kirish qanaqadir katta narsa-ku. Kimdir bu yoqqa kirib, tanishsiz kirib, o'zini kuchi bilan kirib, misol uchun katta narsa-da institutga kirish O'zbekistonda. Bu yoqqa borib keyin bildim, universitetga kirish unaqa nima desa bo'ladi, deyarli unaqa katta hayotda davomi. Ha, prosta hayotda bitta qadamida, unaqa katta grandioz narsa deb qaralmasin. O'sha paytda esimda bo'lgan, universitetga kirganman, o'zimning kuchim bilan, Alloh nasib qilgan, $5,000 grantdan yutganman. Endi bu yoqda anaqalar qimmat bo'lgan kontraktlar. Shu oilaviy sharoit sababli men ketolmay qolganman. Keyin endi uydagilarga ham anaqa davleniya qilishman niyatim bo'lmagan. Men ketishim kerak, beringlar u yoq. Shuncha payt odamlar sponsor qilganlar. Keyin uydagilar qaytishgan oilaviy O'zbekistonga. Sinimizani uzatishimiz kerak bo'lgan. Shu sabablar bo'yicha qaytishgan. Keyin men o'sha nasib qilib Dubayga qaytib ketganman. Men unda ishlayman-da, ishlab
o'zim pul yig'ib, kontraktim pulini yig'aman, keyin ketaman deganman Londonga. O'shanga nasib qildi. 2 yil Emirates Airlines'da ishlaganman. Dubayda Emirates Airlines'da o'sha nasib qilgan o'sha yoqqa kirish. O'sha yerda ishlab, pul yig'ib, kontraktim pulini yig'ib keyin ketganman. Bunaqaga Yaxshi to'lashardi. Angliyaga. Zo'r edi. Zo'r to'lashardi. Misol uchun 21 yoshman, zo'r to'lashardi. Keyin misol uchun Amerikaga boraman desang ham $300, $200 biletda borasan-da. Shunaqa. Misol uchun vizalari zo'r, shunaqa. Shu payt bitta moment ham bo'lgan. Adam aytganlar-da, misol uchun ishlab turibman, oyligim yaxshi, hammasi zo'r. Ishlayotgan odam aytganlar, bilaman Londonga ketmoqchisan, o'qimoqchisan, boshqa qilmoqchisan, lekin ishing yaxshi-ku, nima qilasan ketib? Qovun uylantirib qo'yamiz. Bitta yashab yurasan bemalol deganlar. Keyin o'ylaganman, 3 kun o'ylaganman shu savollarimni. Bor yo'q 3 kun. Bor yo'q 3 kun o'ylaganman. O'zimga savol berganman. 10 yildan keyin qaysi qarorimga afsuslanardim? Ketganimgami, ketmaganimgami? Ketmaganimga afsuslanarkanman deganman. Keyin ketganman, deman ketaman. Mana uylanish xudo xohlasa qochib ketmas deganman-da. Keyin o'sha borganda ingliz tilidan savolingga qaytadigan bo'lsak, ingliz tili xudoga shukr o'rganib boshqa qilib yurganman. Misol uchun ingliz tilining o'zi sababchi bo'lgan shu xudoga shukr mana shu Emiratesda ishlashimga. Emiratesda ishlashim uni o'zi bitta istoriya bo'lgan. Misol uchun Emiratesga kirishim u yerda ishlashimga sabab bo'lgan. Misol uchun ingliz tiling bo'lmasa, u stopida olmaysan. Keyin intervyu ham misol uchun bitta kelib, mana shunaqa mana anaqam CV'im, rezyumem mana olinglar bo'ldi, san yaxshi ekansan, o'tding emas. 4 etapli intervyu bo'lganda, har bittasidan o'tib chiqish kerak. Mana qara mashni yaxshilab tushuntirgan. Hozir mana faqat menga ham qiziq bo'lyapti-da. Qo'ling dokumenting bo'lmagan. To'g'ri, mana institut bitirgan degan narsa yo'q. Borgansan Dubayga. Misol uchun-da, uje ishga topshiryapsan. Sanda sertifikat sifatida, misol ingliz tili sertifikati bor deydik-da. Misol uchun biliming bor. Qanaqa mana sanan dirigi oddiy o'zbek bolasi borib ingliz tilini bilsa, sani yo'lingni davom ettirishi mumkinmi o'sha yerda? Bo'ladi, davom ettirish mumkin. Hozir misol uchun o'zim ukalarim bolalar ishlab yurishibdi. Emiratesda misol uchun o'zim akam ukalari bor, o'sha yerda ishlab yuribdi. Davom ettirsa bo'ladi. Endi bu yerda hammasi o'sha odam o'zini prezentatsiya qilishga ham bog'liq-da. Birinchi navbatda Allohdan o'sha esingda bo'lsa, o'sha oilaviy qaytib kelganimizda, seni uzatganimizda, keyin men ketganman deganman. O'sha paytda iPhone 5 esim bo'lardi. O'tiribmanda, hop, Dubayga kirish kerak, pul yig'ish kerak deyapmanda. Qayerda ishlasam bo'lar ekan deganman. Shunday yozganman, Dubai Airport Jobs deb yozganman. Shunday chiqqan, birinchi Emirates chiqib kelgan. Uni qarayapman, Emirates zo'r kompaniya, kim sani olardi Emiratesga deyapman. Telefonimdan o'tirib, rezyumelarimni tashlab, shu yerda aplikatsiya to'ldirganman. Dubayga borganman, tavakkal qilib, hali hech qanaqa intervyu boshqa narsa yo'q. Dubayga borganman. 3 kundan keyin intervyuga приглашение kelgan. Zo'r ekan deganmanda, bo'lmasa men уже bir 80% o'ylayman, kira olmayman. Mani bitta endi experience bo'ladi deganmanda, borganman. Borganimda eng yoshi menman. O'zbeklarchida ham eng yoshi menman. 5 ta jami 6 ta o'zbek kelgan. Ular ingliz tilisi mendan zo'r, bemalol gaplashib, ular Dubayda ishlagan, experience ham bor. O'tirimiz, birinchidan o'tdik, ikkinchidan o'tdik, uchinchi oxirgi anaqa qoldi. O'tdan ham o'tib HRga kirishimiz kerak. Katta anaqada. Keyin o'tirimiz, zal ajdamida o'tirimiz. Ismdan chaqiryapti. Palonchi, bir 15 ta jam odamni chaqirdi. Bo'ldi. Kirganlarni chaqiryapti. Hozir qayerda boradi deganmizda. Chaqiryapti. Ular kirgan, qarasa ular ketyapti. Biz o'tirimiz bir 7 ta jam odam. Hozir meni HR intervyu qiladi. Shunday HRga kirganman, hali ham ko'zim oldida turadi. O'sha Britanka xotin kirganman, orqasida Dubay aeroportining foni turibdi. Shunday anaqa ochib o'tiribman, anaqada oyog'im titrayapti-da, qo'l titrayapti. Ko'rsatmayapman-da. Savol beryapti, personalni savol beryapti. Mana bunaqa situation qanaqa handle qilasan, buni qanaqa javob berasan, bularga mana shunaqa savol beryapti. Уже ungacha ham CV'larimni ko'r bo'lganda, men qayerda o'qigan, просто shu Dubayda maktabda o'qiganimni berganman. Boshqa hech qanaqa sertifikatlari yo'q, boshqasi yo'q. Просто mana shu aytganingdek O'zbekistondagi sertifikatlar, bitta ikkita olimpiadalar, Dubayda ham endi men qanaqa har xil olimpiada emas, har xil sovrinlar olganman-da, o'qish bo'yicha. Aktiv hayot bo'lish, aktiv bo'lib, o'shalarni ko'rsatganman bo'ldi. O'sha men Alloh o'zi sababchi qilib, qanaqa o'zimni tutishim, qanaqa savollarga javob berishim bilan o'sha o'tganman deb o'ylayman. Keyin uyga kelganman. Uyga kelganim o'zida o'sha HR telefon qilyapti. Oybek, portalga dokumentingni qo'ymabsan-ku. Ya'ni hozir qo'yib yuboraman ham. Shu payt
keyin o'ylaganman, men so'ramaysan, o'tdingmi, o'tmadingmi? Keyin telefon qilib so'ragan, "Men o'zi xursand bo'laveringmi?" desam, "Ha, bo'ldi, xursand bo'l, ertaga kontraktga qo'l qo'yasan" degan. Xursand bo'lib uydagilarga aytib, shu nasib qilgan, xudoga shukr. Shu orqasidan qancha tanishlar orttirilgan, qancha Yaxshi uchgansan sen o'sha Emirates ham qaysi tomonda sababchi bo'ldi. O'sha Londonda hayot tarzimni to'g'irlashimga-da. Misol uchun baribir experience ham yordam beradi. Sen Emiratesda ishlaganmisan, nima ishlar qilgansan? O'sha nom bor kompaniyada. Shu nasib qilgan shu yerda ishlash. Mayli, qolganlarga ham nasib qilsin. Hop, Bobur, hozir hayolim keldi. Mana sani shu hozir podkastdan oldin ham gaplashdik. Uskiro направление ko'radi. Juda ko'p odam emas, lekin baribir mana shu узкий направленияda доверие degan narsa kuchli bo'ladi. Bundan keyin ham Alloh nasib qilsa yangi odamlar ko'rsin sani, nasib qilibdi. O'zimni ham o'quvchilarim ko'p. O'shalar ham nasib qilsa ko'radi. Kimdirlar baribir Revitga qiziqadi. Nimadan boshlash kerak? Institut o'qish shartmi ular? Ishlash uchun, boshqa qilish uchun. Shu to'g'risida ozgina tushuntirib bersang. Endi institut o'qish shartmi, shart emasmi, manimcha tanlov hammaniki. Hozir nima deydi, oliy ta'limga aralashmaymiz. Imkon qadar programma o'ziga keladigan bo'lsak, bu yerda endi baribir avvalambor qiziqishga bog'liq. Programma o'rganishni qiziqarli deb hisoblamayman. Shunchaki sohaga qiziqayotgan bo'lsa, softga ham soft o'rganish kerak bo'ldi. Ya'ni aynan shu programmada ishlash qiziq degan narsa, u sal kamyonbobroq narsa. Bo'lib ham qanaqadir mayda-mayda ishlar uchun qiziq bo'lishi mumkin, lekin erkak kishi uchun farqi yo'q qaysi programmaning. Aslida instrumentmi talab shunga botib, shuni o'rganish kerak bo'ldi. Undan boshqa qanaqadir bir sabab ko'rmayman bu yoqda. Lekin ikkinchi tarafiga keladigan bo'lsak, men endi baribir ham ish bilan, ya'ni amaliyot bilan ta'lim berishni barobar olib ketayotganim hisobiga, men o'zimning niyat bor. Hozir mana bu yildan rus tiliga o'tdik, ya'ni rus tilida ta'lim berishni boshladim. Bundan oldin tajribamda bitta-ikkita o'quvchini rus tilida o'qitganman. Endi hozir bu yil emas, keyingi yildan boshlab 26-yilda ingliz tili platformalariga chiqish. Ya'ni YouTube'da baribir o'zbek auditoriyasi yig'ganimiz bilan bizada o'zbek auditoriyasining o'sha monetizatsiyasi juda past bo'lgani hisobiga ingliz tilida bizning yo'nalish bo'yicha deylik dars o'tiladigan bo'lsa, bizadagi detallarga chuqur kiritish shart emas. Masalan, deylik O'zbekistondagi o'rtacha bir odatiy quriladigan uylarni deylik tommi shaklini olamiz. Tommi shaklini yasash biroz murakkabroq, ko'proq oladigan bo'lsa, chet elga qilinadigan loyihalarda soddaroq. Uni deylik qatlamlari har xil bo'lishi mumkin, lekin yasalish uslubi sal qiyinroq, lekin umumiy formula soddaroq bo'lishi mumkin. Dars sifatida bunga qaraydigan bo'lsak, misol ingliz tilida dars o'taman deydigan bo'lsam, menga u kamroq kuch talab qiladi. Bunaqa narsa bo'yicha dars, chunki kamroq narsa o'rgatiladi nisbatan. Albatta, u yo'nalishda O'zbekistonda ham, chet elda ham qanaqadir murakkabroq proyektlar bo'lishi mumkin, lekin ingliz auditoriyasiga odatda orada bir experience aytib beraman. Amerikada tug'ilib o'sgan o'quvchimiz bor, Otabek degan. 2000-yil bola, to'lulgacha o'sha yerda tug'ilib, o'sha yerda o'sgan, 20 yosh bola kelganda ingliz tilida Revit o'rgatganman. Shunda shunaqa narsa bo'lganki, bizda bu joy bunaqa qilishadi, bu joyda bunaqa qilishadi deb tushuntirib berolmay, programmada qarasam qiziqmayapti. Ya'ni zerikib ketdi darsda. Keyin o'yladim, men zerikarli dars o'tayotgan bo'lsam kerak yoki ingliz tilim tushunarli bo'ladimi dedim, chunki orada praktika kam qilganman. Ingliz tilimizni tugagandan keyin qarab turdi, people in US don't care about this dedi. Ya'ni Amerikada dizayn qilishayotganda bu darajada chuqur kirishmaydi dizaynga. Ya'ni sizlar dizaynda e'tibor berayotgan narsalar Amerikada qiziq emas dedi. Bizda deylik shift formasi, devor formasi yoki poldagi qanaqadir uzor bo'ladigan bo'lsa, Amerikada ko'proq mebellar joylashuvi, dekor, chiroqlar joylashuvi. Mana hozir o'tirgan studiyamizda ham misol uchun umumiy bitta shu studiya yoritish o'ziga deylik 3 ta chiroq ishlatilmayapti masalan. Bu yoqda bitta svetilnik bor. Amerikanskiy kinolarni ko'radigan bo'lsak ham, suhbat qiladigan joylarida jurnalist stolkasida chiroqchasi bo'ladi. Fonda u nari deb kitob yoritib turgan chiroq. Ya'ni dizaynga bo'lgan munosabat boshqacha. Shundan kelib chiqib ham ta'limga bo'lgan munosabat ham boshqacha. O'zbekiston deylik, men patolog yasashni o'rgatsam, amerikalik studentlar uchun patolog yasashni o'rgatish bu darajada murakkab emas, chunki tekis patolog qilib qo'yiladi. Lekin O'zbekistonda deylik bitta chiroqli restoran qo'yib qo'yadigan bo'lsam, xonaga Amerikada xonani bitta burchagiga ikkita chiroq, bu yoqda devorda ikkita bira, stol atrofiga bu yondashuv boshqacha. Shuni hisobiga programma deganda aynan instrument o'zi emas, instrumentda nima qilinishi muhimroq. Tushunarli. O ishlarga omad bersan, katta bozorlarga chiqib
haqiqatda o'zi anchadan bir kuzataman, qancha bo'ldi kanalinglarga? Chizmachi kanal. 2009-yilda ochgan. 2009-yil bo'lsa, 6 yil bo'lib qoldi. o'sish bunaqa katta emas. Endi nimaga bu sizlarni susligidan undan emas, o'shanda o'zi yaxshi tushunganman-da. Haqiqatda o'zi men arxitektura deganda, meni tushuncha boshqacha edi. Keyin Revit, yana boshqa programmalar borligini eshitdim. Mana AutoCAD bor ekan, yana boshqa narsalar bor ekan. Ancha aniq qilgandim. Haqiqatda juda узкий направление ekan bu narsalar tushungan edim. Ingliz tili bozoriga chiqish, xudo xolisi bitta savol, Hindistonliklar anaqa qilvormaydimi? Buzvormaydimi? Hindistonliklar endi misol uchun ingliz zabon bozorida narxi juda past. Sindirishadi. Ya'ni Hindiston, Pokiston, keyin Afrikadagi ba'zi davlatlardan vakansiyalarni ko'ramiz, juda narxi past. Endi bu yerda misol uchun baribir rizqi bog'liq joyi bor-ku, lekin yana bitta experience yetib berishim mumkin. Balki savollanishda bu narsa ham chiqib qolar. Ingliz tilida eng oson topilgan pul deb sarlavha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Tanish dizaynerlarimiz bor. Britaniya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashgan. Endi tanish orqali ishib qo'ygan, kosmetika sotadigan magazin, O'zbekistonda ofitsialniy delistasi bor. Shuni interyer dizayni qilish kerak. Dizayner ayol kishi, arxitektor erlari ikkalari ingliz tilini bilishmaydi. Shunda gap orasidan chiqib qolgan, siz Turinda o'qiganingiz, biz o'qiganman deysiz, bizga переводчик kerak, Zoomdan gaplashishimiz kerak deb qoldi. Keyin men endi dedim 3-4 yildan beri gaplashmayapman ingliz tilida, ancha praktikam qolib ketgan, boshqa desam, qanaqa bo'lsa ham yordam berishingiz bo'ldi. Anaqasini xarajatini beramiz. Endi men ham tarjimonlikni qanaqa hisoblashni bilaman, narxini mayli Google'dan chiqarib berasizlar dedim. Biz bordik, Zoom yoqib berdi, o'sha O'zbekiston degan nimasi, представители. Zoom orqali endi gaplashyapmiz, ikkita britanka ayol. Endi tushunish ancha qiyin bo'ldi, chunki biz o'sha payt praktika qilib yurgan bo'lsak, baribir ularning xuddi O'zbekistonga o'xshab shevasi bor. Shunaqa. Men bo'lib ketgan mana shunaqa narsalari bor. Ba'zi so'zlarni aytmaydi, oxirigacha yutib yuboradi, boshqa qiladi. Amalladik xullas, 45 minut gaplashdik. Muloqotdan kelib chiqdik, shu u ayollar ham tushuntirib bera oldik. Bu yoqda yana ular so'rayotgan narsani sinxron perevod qilib turdim. Bu o'sha 4 yil, 5 yil pauzadan keyin ingliz tilini o'sha yerda ham foydasi tegani. Son deydigan bo'lsam, o'sha 45 minut vaqtga $100 pul to'lashdi perevodlik, tarjimonlik qilishga. O'shandan keyin o'ylab qoldim, qiziqdim. O'zbekistonda o'z vakansiya bormi? Ya'ni ingliz tilida yoki boshqa xorijiy tilda bo'lib turib, arxitektura yo'nalishida tarjimonlik qilish kerak. Shunga talab bormi yo'qmi qiziqib ko'rdim. Vakansiya chiqdi, albatta shunaqa ish bor ekan. Texnik tarjimon deyilgan, biroq soha, ya'ni boshqa tildagi qurilish me'yoriy hujjatlarini ingliz tili bilan boshqa tilning farqi yo'q. O'zbek tiliga tarjima qilib, o'zbek tilidagi chizmalarni, qurilish hujjatlarini o'sha tilga qaytib tarjima qilish, onlayn konferensiyalarga qatnashish va hokazolar. O'rtacha shu O'zbekiston bozorida beriladigan oylik 35 milliondan yuqori oyiga. Endi bu degani har qayerda sinxron, to'g'ri va texnik tarjima qilish kerak ma'lumotlarni degan. Aynan qurilish sohasini o'zida. Shunaqa qiziq ma'lumotlar bor. Til bilgan el biladi deyilgan. Til bilganga 1000 tanga. Nima edi u? Yo'q, shu til bilganga 1000 tanga edi. Bu o'shanisi bo'ldi. Ya'ni bo'ldim Amerikada aytayotdi-ku, juda ham prostoy deb, anaqa murakkab emas. Angliyada ham shunaqada. Biz o'tirayotgan narsalar, misol uchun, birinchi kursda, ikkinchi kursda juda ham basic ko'rinadi-da. O'tirayotgan narsa juda ham oddiy ko'rinadi. Оказывается, bu o'sha studentlarni miyasini achitib yormaslik ekan. Menga o'sha borganimda shunaqa ko'rinaverganda, biz ko'proq narsa o'rgansak bo'ladi-yu, ko'proq chizsak bo'ladi-yu degan joyimizda aytgan, o'zi 3 ta 4 ta fan o'qiganmiz-da, misol uchun. Faqat o'sha bo'yicha ko'proq murakkab narsa olib kelaversam, men o'sha O'zbekiston mentalitetidan chiqib, misol uchun murakkablashtiraverasan qaytaraverishadi-da. O'sha ham o'sha qo'shib o'tib ketganga yetib qo'ygandim. O'shani hozircha sistemada qiziq voqea bo'lganda bizda. Mana Nodir bilan chetda Yaponiyada o'qigan paytimizda yapon tili darslarida O'zbekistonni bitta qaysi jabhasini tanlab turib tasvirlab berish kerak edi. Yokida Yaponiyaga kelib turib hayron bo'lgan narsa. Kulturniy cultural shock deydi-yu. O'sha narsa to'g'risida endi Yaponiyada bizni вообще bir qiynagan narsalardan bittasi uylarni hajmi juda kichkina. O'zi adashmasa minimalizm shu yerdan chiqqan. Juda minimalistik bo'ladi. Juda даже обои degan narsa yo'q-da uylarda. Hamma narsa bir xil.
Xullas, keyin biz o'shanda Nodir anaqa temani tanlagan edi. O'zbekistondagi uylar bilan Yaponiyadagi uylarni solishtirishi. Haqiqatda bir ikkita o'zbek uylarini rasmini qo'ygan. O'rtacha hashamatdagi uylar bo'lgan. Ular keyin Nodir kursdoshlari Ularda culture shock bo'lgan. ularda culture shock O'rtacha bo'lgan. hashamat, yana hashamat. O'rtacha hashamatdagi uy bo'lgan. Shundan keyin adashmasam Nodir anaqa bo'lib ketgan edi. O'ta boy o'quvchilarni qatoriga kirgizib qolgan va shunaqa bo'lgan. Nodir culture shock ularni keyin mazasini qochirgan edi. Xo'p, keyingi savol. Endi bular sizlarga tegishli emas, balkim ish jarayonida kuzatgandirsizlar. Masalan, hamkasbinglar bor ishda, to'g'rimi? Hamkasblar hammasi ingliz tilini biladimi? Yo'q. Hammasi. Masalan, kimdirlar bilmaganda shu sabab nimadirdan quruq qolib ketdimi yoki shu narsa qanaqadir qiyinchiliklar olib keldimi ularga? Men Tilni bilmaslik, misol uchun. Londonda bo'lgan voqeani aytib berishim mumkin. Misol uchun, yo'qda ham shani Jamshid Yoxonov videolarini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Qora Angliya degan video chiqardilar-yu. Angliyaga borib kelib, o'sha Angliyadagi studentlarni yashayotgan, misol uchun, hayot tarzini ko'rsatib berganlardi. O'sha nima bo'lsa ko'rsatib berdilar-da, gap yo'qlagan. O'shanda aytyaptiki, o'sha bolalar delivery yurishdi, to'g'ri, birinchidan dokumenti yo'q, ikkinchidan o'sha ko'proq pul topaman deb, boshqa qilishga ish bo'lmagandan-da. Uchinchisi ham tili bilmagandan. Misol uchun deliveryda nima aytasan, oldim, berdim, rahmat, mana shunaqa narsa. Misol tilni bilish sharti bo'lmagan narsa-da, misol uchun. Menga ham o'sha Angliyaga borganimda 3 oy ish topolmay qolganman-da. Uyda o'tirib qolganman, rosa topshirganman, ish yo'q. Deliveryda ishlagin deyishgan. Deliveryda ishlamayman deganman, chunki sotsialniy anaqa ham tushib ketadi deganman men. Status ham bor, keyin odamlar bilan socializing qilasan-ku, gaplashasan, hamkasblar bilan, ish haqida, boshqa haqida, unaqa narsa yo'q deydi. Olasan, olib berasan. Xudoga shukr, Alloh keyin ish nasib qilgan. O'shan bilan ko'tarilib o'sha boshqa yaxshiroq ishlarga o'tganman, xudoga shukr. O'sha tilni bilmasdan turib Angliyaga borganlar ham bo'lgan-da. Tasavvur qiling, o'qishga misol shu yerda o'qib olaman, o'rganib olaman debdi. Ularni o'sha ish topolmay, o'zini o'qishini ham bitirolmay, o'zini o'qishda ham aktiv bo'lolmay, birinchidan o'sha aytganingdagi bilimdan qolib ketadi, misol uchun. Ikkinchidan o'sha odamlar o'zini yo'qolganda ham tushib ketadi. O'zini odam potensiali bo'ladi-ku. Misol uchun ko'pchilik aytardi, "Voy, men til bilmayman-da, tilni bilganimda men anaqa qilib tashirdim" deydi. Xuddi shu narsa-da. Misol uchun tilni o'rganmasdan katta akalar ham kelishardi. Misol uchun dam olishga, boshqa qilishga, bizani endi ingliz tilida gaplashishimizni ko'rib havas qilishardi. Biz yurgan ekanmiz-da, sizlar o'qigan ekansizlar, mana shunaqa deb. Anaqa bo'ladi-da, to'g'ri, mana o'qishga bordi, boshqa yo'nalishda o'qishga bordi. Lekin u hozir majburiy ingliz tilini o'rganadi, vaqti ketadi boshqasi. Bu tanish holat, meni ham o'qishga borgan shunaqa narsalar bo'lgan. O'shanga yaxshi tushunaman, anaqa fikringni oxirigacha. Yo'q, o'shani odamni misol uchun shu til bo'lgandan keyin o'sha maqsad bilan baribir o'rganadi-ku. O'rganmaydi misol uchun. Shu keyinchalik o'zini potensialini, odam o'zini shu talantini deydimi, potensialini 100% chiqaraman deydigan bo'lsa, kerak bo'ladi-da. Bo'lmasam aytganingdagi, men birinchi aytaman, ma'lumotdan qolib ketib qoladi odam. Ma'lumotdan qolib ketadi. Bobur, senda hamkasblaring orasida shunaqa. Bizda endi shu chet eldan kelgan hamkasblar bilan muloqot paytida asosan shu boya aytganim, o'quvchim Amerikada, Nyu-York o'zida architecture kolledjida o'qiydi. O'sha yerda bitirgan. Endi undan misol uchun baribir chet eldan odam kelgandan keyin bu yodgorligi qiziq, experience, ya'ni chetda o'qish qanaqa, o'rgatilgan narsasi qanaqa. Oybek aytgandagi O'zbekistondagi ta'lim sifatini misol yomonlashganligi bilan O'zbekistonda beriladigan ma'lumot hajmi bilan u yoqda taqqoslashsa, hayron qolish mumkin. O'zbekistonniki yaxshiroq ba'zi bir jabhalarda. Deylik o'sha kompyuter grafika programmalarida o'sha Revit bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bizda o'rgatiladigan narsalar ularnikidan chuqurroq nisbatan. Misol uchun ular deylik kollej bor, kollejdan keyin universitet bo'ladigan bo'lsa, bizda shu kollej ham institut hisobiga kirib ketadi baribir. 1 yillik, 2 yillik kasb-hunar kollej bo'ladigan bo'lsa ham, agar o'sha yerda programma o'rganadigan bo'lsa, kurs ishi bo'ladi, diplom ishi bo'ladi yoki qanaqadir joriy ishlar qilayotgan bo'ladi. U yerda qilayotgan loyihalarni solishtiradigan bo'lsak, ularning ishiga qaraganda ancha murakkabroq, ancha chiroyliroq narsalar. Nimaga? Chunki bizda ko'proq baribir programmani o'ziga urg'u ketadigan bo'lsa, ularda ishchi falsafasiga ko'proq anaqa ketadi. Urg'u ketadi. Masalan, o'zbek bola student ishida bitta katta hovli, uy, garaj,
xonalarni ichi boshqa bo'lsa, ularnikida bitta katta yaylovda o'rtasida bitta fontan, bitta chetida qanaqadir art obyekti bo'lishi mumkin. Bo'ldi, o'sha falsafa. Bitta xonacha bo'lishi mumkin, misol chayli. Farqi shunda. Tabiiyki bu ma'lumot hammasini olish uchun agar ingliz tilida gapiradigan qanaqadir bloger, arxitektura bo'yicha bloger bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri student kelganda unda faqatgina ingliz tilida gaplashib ma'lumot olish mumkin. Agar o'zbek bo'lmasa. Lekin meni holatimda o'zbek bola, lekin tug'ilib katta bo'lgani hisobiga o'zbek tilida gapirishga qiynaladi. Rus tilida gapira olmaydi. Faqat ingliz tilida, sodda ingliz tilida bo'lsa ham tushuntirib beradi. Agar ularni o'sha shevasiga qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiyroq ham tushuntirib beradi, lekin ingliz tilida baribir. Tushunarli. Hop, hozir savol kelib qoldi orada. Misol uchun, sizdan Sohil. Mani sohamda ingliz tili o'rgatish bo'ladigan bo'lsa, mani sohamdagi eng bir pik moment odam maza qilib bo'ldimi, cho'qqisiga chiqdim deganda, yo o'zini o'quv markazi bo'ladi, yoki onlayn katta auditoriyasi bo'ladi, o'sha yerda dars berishi mumkin. Mana shu narsa ham pul tomonlama, ham komfort tomonlama yuqori nuqtaga chiqadi. Masalan, arxitektura yo'nalishida shu narsa bormi? Bor. Bu ham o'sha baribir sanda ham ta'lim berish bo'lsa, misol keltirishim mumkin. Rossiyada bir arxitektor qiz bor. Qiladigan ish nimadan iborat? Turar joy majmualari uchun xonalarning planirovkasini 2D art sifatida chizib beradi, ya'ni sketch sifatida chizib beradi. Nima bo'ldiki, ancha yil mobaynida rus tilida blogini yurg'izib yurdi. Lekin o'sha konversiya ruslarning o'zida ham u xohlagandek katta bo'lmagani hisobiga juda ham sodda ingliz tilida bo'lsa ham videolarni ingliz tiliga o'girishni boshladi. Masalan, qanaqadir biz o'tardik o'sha payt general English bor, academic English bo'ladigan bo'lsa, academic English bilmasa ham oddiy so'zlar bilan, misol uchun deylik bitta narsani ko'rsatib berish, depict deb oladigan bo'lsak, academic so'z deb oladigan bo'lsak, просто draw deb qo'yadi. I draw, she draw, he draw. Masalan, oxirida akanchanglar, oxirida s qo'shish kerak, boshqa narsalarga e'tibor bermasdan, shunchaki o'zi bilgan eng sodda maktab ingliz tilini ishlatib, auditoriyasini juda ham sezilarli darajada kengaytirib yubordi. Endi tabiiyki videolar ketma-ket bardavom bo'lgandan keyin, ingliz tilida o'sha til o'rganish boshlagandan keyin ingliz tili ham yaxshilanish boshlandi. Hozirgi birinchi videosi bilan oxirgi videoni solishtirsangiz, ingliz tilida xuddi bu yoqda уже native speaker, aksenti bo'lsa ham уже ingliz tilida doimiy gapirib yurgan odam gapirayotib o'ylaysiz, bu yoqda harakat qilayotgan odam faqat. Auditoriyani kengaytirib, hozirgi paytda o'sha sketching bo'yicha rus tili emas, ingliz tilida dars o'tishni boshlagan. Ingliz tilida konsultatsiya beradi, ingliz tilida dars beradi, ingliz tilida kursi bor. Va tabiiyki ingliz tilida buyurtma olsa ham bo'ladi. Chunki buyurtmachilar bilan o'zi to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida muloqot qila oladi. Ya'ni ingliz tiliga o'zi xohlab ingliz tilini yaxshi o'rgani uchun emas, balki sohasi talabidan, o'sha o'zi xohlagan bozor sharoitlarini rus tilida topa olmaganidan, bu yerda o'zbek tili haqida ham gap ketmayapti. Rus tilida topa olmaganidan ham ingliz tiliga o'tib ketgan. Masalan, yana savol sizlarga, pul topish, men sal pul topishga qiziqadigan odamman-da. Mana Revit yo'nalishida chizib ko'p pul topish mumkinmi yoki o'qitibmi, o'rgatibmi? Endi auditoriyaga bog'liq, baribir o'zbek auditoriyada agar offlayn ta'lim bo'lsa farqi yo'q. Sababi loyihani chizib pul topish boshqa, ta'lim berish boshqa. Loyihani chizib pul topgan bilan aynan Revit misolda oladigan bo'lsa, Revit BIM programma, loyiha chizdingiz, topshirdingiz, ishingiz tugadi emasda. U BIM degani pasporti degani, misol uchun loyihani keyinchalik qanaqadir o'zgarishlar keladigan bo'lsa ham faylga kiritaverasiz u narsani. Ya'ni topgan pulingiz bo'ldi, ketgan bo'lishi mumkin, lekin ishingiz hali bitmadi. Ta'lim sohasida ham xuddi shu. Misol 3 oylik dars qildingiz yoki 6 oylik dars qildingiz, o'quvchiga o'rgatdingiz, kurs tugadi, o'quvchi ketdi, lekin keyin o'sha boshlayotgan ishlar davomida savol chiqsa, baribir sizga murojaat qiladi. Siz unga qo'shimcha vaqt ajratishingiz kerak. Ba'zilar to'g'ri tushunadi, ba'zilar to'g'ri tushunmaydi. Ya'ni men senga pul to'laganman, demak, men shu joyni menga o'rgatmagansan degan narsa bor. Ba'zilar kursimiz tugagan, rahmat, lekin shu joyga yordam bersangizdan ham xursand bo'lardim. Ya'ni bu yerda shu munosabatga bog'lanib qolayotgan joyi. Tushunarli. Men o'ylayman, u yerda bozorga ham bog'liqda. Qaysi bozorga, qaysi auditoriyaga shu aytgandagi bog'liq. Ingliz tili auditoriyaga o'tildi deb misol keltirdik-ku. Shunga ham bog'liq. Odamni o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman. Misol uchun baribir undan ham pul kelgani bilan odam o'zini yaxshi ko'rib ishini qiladi-ku. Shunga ham bog'liq deb o'ylayman. Misol uchun qaysi birida menga ko'proq perspektiva bor, qaysi biriga menga ko'proq yoqadi misol uchun. Balkim prosta arxitektor bo'lish o'zi yoqar, chizib boshqa qilib yoki prosta ta'lim berish o'zi yoqar. O'shani ham menimcha odam uni ham qilib ko'rsa, qaysidir qismidan o'ziga bilib oladi-da. Men shuni ushlamoqchiman, shuni orqasiga ketmoqchiman. Bizning ishxonaga ham kelib turishadi, misol uchun turingda dars beradigan okalar kelishadi, boshqa qilishadi. Ular shu
softda dars berishga yoqadi ularga. Zo'r o'tishadi. O'zi turingda ham misol uchun yaxshi maosh olishadi, boshqa qilishadi. Bolalar bilan ishlab, maza kimdir umuman narsa o'rgatmaydi. O'rgatish mumkin shogirdlarga, boshqaga. Lekin o'sha yangi ishlar olib, ideyalar qilib, ijodlar qilib, chizib, klientlar bilan birga ishlab, ham yaxshi maosh, ham yaxshi o'ziga nima deydi? Ishidan maza qilib ishlaydi. O'shani ham qilib qolsa bo'ladi. Savollar bor, juda ko'p emas, so'ra anaqasiga ham javob berib ketib qoldinglar, keladigan savollarga. Misol uchun, deylik, Revit ishlatish uchun ingliz tili o'ta muhim emas, lekin mabodo kimdir ketishi kerak yoki chet el bozoriga chiqmoqchi, qanaqa ingliz tilini o'rganish kerak? Faqatgina so'zlarni o'rganish kerakmi yoki muloqotdan baribir kerak bo'ladimi? Men o'sha boshidan o'rgangan yaxshi deb o'ylayman. Chunki misol uchun Bobur ham yaxshi biladi. Hamma sohani boshidan boshi bor, oxiri bor-ku. Boshidan sekin o'rgansa bo'ladi, o'sha grammatikadan boshqadan. U yog'iga uje odam chiqarib oladi-da, muloqotda ham boshqasida ham. Misol uchun men Angliyaga borib o'qiganimda, Xudoga shukr, mening grammatikam uje bo'lgan, bemalol. Muloqot ham bo'lgan. U yog'iga uje arxitektura terminlarni o'rganishim to'g'ri kelganda. Terminologiyasi boshqasini, keyin o'zani o'sha spesifik so'zlar bo'ladi-yu. Misol uchun o'sha shaharniki ham misol uchun hozir dialektda aytdi, o'sha British accent bor, American accentga boshqacha misol uchun. O'sha keyin qo'shilib ketadi demoqchiman-da. Misol uchun menga hozir grammatika kerak emas, so'zlar faqat muloqotdan qilaman desa, o'sha grammatikada oddiy joyda xato qilib qolishi mumkin. O'sha oddiyki, o'zini misol uchun hurmatini boshqasini hammasini tushiraveradi. Gapiraman desa. O'shanga anaqa grammatikani misol uchun 12 ta zamon bor-ku. Yo'q 30 zamondan yaxshiroq bilasan. Qayerdadir anaqa qildim, o'sha 12 ta zamonda bilsa, keyin 3000 taga yaqin so'zni bilsa, o'sha duboy tilda o'rgansa bo'ladi. Misol deb o'yladim. Misol uchun shuni bilsa, o'sha yog'iga qo'shib ketursa bo'ladi, sohaga qarab. Menimcha muloqot ko'chada yo'qolib qolmaydi. Bemalol o'rganayotgan sohasi, endi to'g'ri misol uchun balkim doktorlik deylikda shunaqa terminologiyalar muhim bo'lgan sohada ko'proq ingliz tili kerak. Lekin nachalniga bu narsa yetadi deb o'ylayman. Xo'p, Bobur, qo'shimchalar bormi sanda? Qo'shsam bo'ladi. O'zi podkastda baribir o'sha ingliz tilini sohadagi muhimligi haqida savollar beraman deganingda. Kes esimga tushib qoldi. Rossiyalik arxitektor bor, Andrey Yilvayev degan, YouTube kanalida ham qidirib ko'rsa bo'ladi. Er-xotin ular ham arxitektor. Ingliz tilida zo'r biladi. Orada shu Belgiyada ishlagan, Norvegiyada ishlagan, ingliz tilida opiti juda ham katta. Aynan shu Rossiyada hozir bo'layotgan sharoitlar boshlab qolgan paytida endi bir bo'rttirib aytadigan bo'lsa, ingliz tili hayotini saqlab qolgan desak ham bo'ladi. Nimaga? Sababi bular ingliz tilini bilgani uchun Rossiyadan ketmoqchi. Sabab kerak. Rossiyada katta-katta loyiha institutlarida ishlagan, katta ko'rgazmalarda qatnashgan. Nima qilganki, apply qilgan Manchester universitetiga arxitektura bo'yicha. O'zi endi magistraturani bitirgan hisobiga doktorskiga Manchesterga apply qilgan. Ayoli ham arxitektor, bakalavr bitirgan uchun mastersga u ham Manchesterga apply qilgan. Shu ingliz tilini bilganini hisobiga intervyudan muammosiz o'tishgan. Dokumentlarda ozgina muammo bo'lgan, lekin aynan ingliz tilisi o'sha bemalol bo'lgani uchun muloqotdan o'tib, o'tga borib, joy topib, ya'ni ingliz tilini bildi degani muloqot zo'r degani u yaxshi yashab ketdi degani emas. Oyben o'zi ham Londonda ancha qiynalgan. Misol uchun uy topish muammosi bor, ish topish yoki xarajat to'g'ri qilish yoki narsalar zakaz qilayotganda internetda. Chunki oddiy ingliz tilini biladigan odam internetda, misol Amazondan kirib zakaz qilaman desa, baribir o'tda o'zini qanaqadir momentlar bor, hisobga olish kerak bo'lgan. Bir xil o'sha yaqinda ham bo'ldi. Alibabadan zakaz qilganda velosiped o'rniga velosiped o'yinchoq kelgan joylari bor masalan. Trader rasmiy ham. Shunaqa joylar bor. Shunaqa qilib er-xotin ikkovlariga apply qilishdi, Manchesterga ko'chib ketishdi. Endi ko'chib ketdi, muammo tugamadi. Ingliz zabon bo'lgani bilan qaysi muammosi yechildi? Ya'ni o'qishga kirgandan keyin bo'ldi. Bu o'quvchi sifatida shu yerda hozir istiqomat qilyapti. Endi keyingi masalasi uy topish kerak, bolalarni maktabga joylash kerak. U xuddi O'zbekiston sharoitida tasavvur qilsangiz, bolangizni bitta maktabga joylamoqchi bo'lsangiz, borasiz, direktor bilan gaplashasiz, zavch bilan gaplashasiz. Xullas muloqot qilish kerak, ko'ndirish kerak, convince deydimi, u bizda qilish kerak. Xuddi shu narsa u yoqda ham. Misol bolasini butun boshli ikkita bolani maktabini ko'chirish kerak, ingliz tilini bilmaydi ular. Ota-onasi bilgani bilan, ya'ni tushuntirib, kelishib, vaziyatga kirib, o'shani orasida aylanib o'tadigan yo'llari bo'lsa, o'shalarni topib kirish kerak bo'ladi. Shu bilan shu ingliz tilini bilganning hisobiga
qisqa muddat ichida Manchesterga ko'chib ketishga sharoit bo'ldi. Endi agar ingliz tilini bilmaganda, ming opitni arxitektor bo'lsa ham, uni o'zi o'rganishiga, ayol o'rganishiga ancha vaqt kerak. Qanaqadir qisqa kurslar bilan bu narsani iloji yo'q deb o'ylayman, ayniqsa bunaqa kritik sharoitlarda. Shu taraflama ham endi bitta ingliz tilini bu yerda istagan boshqa tilni o'rniga qo'yib ketishimiz mumkin. Masalan, Manchester emas, Turinga ko'chib ketadigan bo'lgan italyan tili deb olsak bo'lardi. Aynan shu holatda ingliz tili foyda bergan hatto. Xo'p, yaxshi. Juda men uchun informativ suhbat bo'lyapti. Alloh nasib qilsa ko'rganlarga ham deylik. Nimaga yana qaysi ma'noda bu suhbat bo'lyapti? Mana shu narsa hozir kelib qoldi kallaga. Menda o'qiyotgan bolalar ko'p so'rayman-da, ko'pincha o'quvchilar. Chunki baribir u bolalar 9-10 sinf bo'ladi, 11lar ham bor. Endi asosan 11-sinflar. Maqsading nima hayotda? Nima qaysi kirmoqchisan? Bilmayman deydi. Qiziqishing bormi? Yo'q deydi. Qiziqishi yo'q, anaqasi yo'q. Balkim shu suhbatni ko'rgandan keyin ularda shu narsaga balkim qiziqish uyg'onar. Xudo xolisa, chunki baribir arxitektura mana bunaqa soha deb o'ylayman-da. O'zbekistonni keyinchalik xalqaro bozorda ko'tara oladigan soha deb o'ylayman. O'zi sal prestijli soha ham deb hisoblanadi. Misol uchun doktorlar zo'r, deylik advokatlar zo'r. Misol uchun arxitektura men o'zim hurmat qiladigan kasblarda. Mana shunaqa. Endi qolgan kasblarga men pretenziyam yo'q-u, shuni aytyapman. Mayli, oxirgi savollardan bittasi, eng oxirgisi emas. Kelajakda o'zbek arxitektorlari uchun xalqaro bozorga chiqish yo'lida ingliz tilining roli qanaqa bo'ladi deb o'ylaysizlar? Keyin o'zi chiqish bo'lyaptimi? Chiqish bo'lyapti, o'zi ko'p. O'zbekistondan turib boshqa joylarda ishlagan, O'zbekistondan ketib ham xalqaro arxitektura kompaniyalari ishlayotganlar bor. Yaqinda ham adashmasam Gashtag degan podkast bor. Qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. O'sha yerda ham o'zbekistonlik arxitektor hozir Norman Foster kompaniyasida ishlaydi. Bu aynan Londonda joylashgan kompaniya. Angliyada, nafaqat Angliyada, balki butun dunyo bo'yicha eng nufuzli arxitektura kompaniyalaridan bittasi. Ya'ni o'sish bor, o'sish ko'p. Ular yoshi bizdan ham katta, ya'ni bizdan oldin ketganlar aslida ko'p. Shunchaki xuddi bu shunaqa narsaki, arxitektura sohasining ichida yurganlar bu narsani biladi. Masalan, kim qayerda ishlayapti, chet elda nechta arxitektor bor yoki kimni tanish qayerda ishlayapti biladi, lekin umumiy ommaga u narsa tanilmagan. Ya'ni O'zbekistonda arxitektor chet elda ishlayaptimi bilmasligi mumkin. Ya'ni sohani o'zining ichida ko'pchilik taniydi, lekin katta ob'yom ichida ko'pchilik tanimaydi. Xuddi shunaqa narsa. O'zimni kursdoshim Sardor degan konstruktor bola hozir Turinda o'zida ishlaydi. Mana bu yerda ham til ahamiyati, butun bir ingliz tilini o'rgangan bola Italiyaga boryapti, Italiyada ingliz tili kerak emas. Italiyada italyanchada qurilish hujjatlari ham, loyihalash hujjatlari ham, uni ekspertiza o'tkazayotganda himoya qilish ham italyanchada bo'lgani uchun borib, juda ham qisqa muddatda italyancha o'rganishiga to'g'ri keldi. Ya'ni bu yerda endi ko'proq shu culture deydi, ya'ni o'zini millati, o'zini tilini saqlab qolishga harakat katta bo'lgani uchun shunaqa. Lekin umumiy olganda u bosqichga yetib borguncha faqat ingliz tilidan foydalangan. Turinning o'zida ham o'sha kirish imtihonidan baland baho olgani uchun keyin kursga o'tkazilgan. Til bilgani uchun grant asosida Italiyaga bakalavr davom ettirishga ketgan masalan. Shunaqa keyslar ko'p. Va ingliz tilini yana bitta katta plusi, boshqa til o'rganish uchun ingliz tilini o'rganish kerak. Boshqa kursdoshlarimiz ham bor, chet elda shu Germaniyada o'qiyotgan yana bitta Bobur degan tanishimiz bor. Nemis tilini o'rganish uchun ingliz tilida nemis tilini o'rganishadi. Nega shunaqa bilasan? Nimaga? Chunki ingliz tili tegi nemis va lotin tilini dan kelib chiqqan til hisoblanadi. U endi nima deydi? Til yo'nalishi bo'yicha til tarixidan kelib chiqadigan bo'lsa. Anaqa so'zlari yaqinda bir-biriga. Aytmoqchi bo'lganim, misol Germaniyada baribir nemis tilida gaplashaman deb o'zbek tili bilan ketmagan demoqchiman-da, rus tili bilan ketmagan. Ingliz tilini bilmasa nemis tilini o'rganish qiyinroq bo'lardi. Endi baribir nemischa bo'lsa baribir o'rganib ketadi-ku. Lekin hozirgacha misol uchun agar to'liq nemis tilida qanaqadir adabiyot o'qishga qiynaladigan bo'lsa, baribir ingliz tilida o'qiydi, chunki o'zbek tilida o'qiy olmaydi. Shunaqa pluslari ham bor. Shuni ketidan misol grant ham yutdi, bakalavr o'sha yerda bitirdi. Orada kelib ketdi. Hozir mastersi ham grantda nemis tilida o'qiyapti. Hop. Bitta savol, tez javob berasizlar bunga. Qaysi ma'noda mana bola chet elga ketib o'qimoqchi, arxitektura yo'nalishiga qiziqqan. Unga nima sertifikatlar kerak bo'ladi? Sertifikat
deyarli kerak emas. Birinchidan portfolio kerak bo'ladi. Portfolio. Portfolioni yig'ish kerak bo'ladi. Nimalar kiradi portfolioga? Portfolioga o'sha o'zini qilgan ishlari yoki aytaylik qo'ldan nima keladi. Chunki arxitektura universitetlari agar podkurs bilan olmaydigan bo'lsa, qo'ldan nimadir keladigan bolani oladi birinchi. Foundationsiz, to'g'rimi? Foundationga. Misol uchun men foundationga topshirganimda ham mendan nima qila olasan deb barib so'rashganda, intervyudan o'tganman, misol uchun intervyu bo'lgan ingliz tilida. Universitetlarga o'sha portfolio yig'adi, tili yaxshi bo'lishi kerak va o'sha keyin o'sha rezyumesi bo'lishi kerak. Misol uchun agar undan oldin qayerdadir ishlagan bo'lsa, shularni aytish kerak, bo'lmay intervyudan o'tib bersa bo'ldi. Hozir chet elga o'qishga dedingmi? O'qishga. Ishlayotgan bola o'qishga keta olmaydi. Men anaqa qilganman. O'sha rezyume topshirganman-da, baribir mendan so'ragan. Til sertifikatlari kerakmi? Til sertifikatlari bo'lsa yaxshi, lekin ASSdan chiqibdi, uzr. Shunga o'qiyapti. Til sertifikatlari deb aytganda tepib qoldim. IELTSsiz bo'lmaydi. Nechi kerak? Masalan, 6.5. Eng pasi, foundationga ilm oladi degani 5.5. Eng pasi. Grant bor, masalan, adashmasam, Westda 7.5 grant berardi. Bo'lishi mumkin. Westda bilmadim. Hozir o'quvchilar kelib aytishadi menga, misol uchun 7.5 kerak, nega menda 7.5? Sam Westda grant beradi deyishadi shu narsaga. Chet elda ham shunaqa narsa bormi? Yuqori bahoga, men o'zimni sohamdan, shu o'zimni sharoitimga kelib chiqadigan bo'lsam, menda tilga grant bo'lmagan, qo'lingdan nima kelishiga bo'ladi. Universitet uchun nima qila olasan? Misol uchun u yoqda baribir endi Angliyadan gapiradigan bo'lsam, hammasi ingliz tilida-yu baribir. U ingliz tilini zo'r bilishing, deyarli bizga qiziq emas-da. Bilsang o'zingga yaxshi. Bilsang olamiz seni. Ulijon Dixoli o'zingiz-ku. Sani o'qishingga kerak. Shunaqa, u senga kerak bu narsa. Bunda o'zbek oldiki, men o'zbekcha bilaman deganda gap. Shunaqa narsa-da. O'zbek tilini zo'r bilar ekan, davay bu narsa beraylik emas-da. Til bilsa o'ziga yaxshi, IELTS baland bo'lsa o'ziga yaxshi. Lekin grant ko'proq sani qanaqa potensialing borki, birovlarda yo'q. Shuni qanaqa bizga dokazat qilib bera olasan, что biz san grant ajratishimiz kerak. Universitetga qanaqa foyda beradi bu? Shu iloji boricha grant. Tushunarli. Xo'p, oxirgi savol nasib qilsa, mana arxitektor bo'lmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasizlar? Dangasalik emaslik. Ko'proq manaqa qiziqish bo'yicha adabiyot o'qishda bo'layman men. Menga endi o'sha oldingi arxitektorlarni o'rganish, ular nima qilgan, nimaga aynan shu qarorni qabul qilgan. Endi bitta savol bilan aytadigan bo'lsam, izlanishga qiziqish deb o'ylayman men. Ko'proq tushunarli, izlanishga qiziqish. Arxitekturani tanlashimdan endi Boburda boshqa sabab bo'lishi ham mumkin. Men tanlashimning yana bitta sabab o'sha har kuni izlanishing kerak-da. Izlamasang qolib ketasan orqada. Har kuni yangi ish qilishing kerak. O'shanisi bilan qiziq bo'lgan yangi klientlar, har xil yangi katta proyektlarda va o'ziga yarasha muammolar chiqadi-yu, o'shan bilan postoyanno nimadir yangi o'rganib turishing kerak. O'sha izlanishga qiziqsang maza. Orqasida yangi narsa chiqaveradi, zo'rroq chiqadi, sana o'sha qilging keladi. U narsani zo'r bo'lgani bilan bu yoqqa sharoitni to'g'irlash kerak bo'ladi. Shunaqa adaptatsiyalardan o'tish kerak-da. Tushunarli. Men suhbatimizning boshiga ulab yakunlamoqchi edim hozir bergan savolingga. Dangasalik bo'lmasligi kerak degan ma'noda biz kanal ochganimizda kanalimizda o'sha arxitektura bo'yicha ma'lumotlar yig'ib post qilardik. Bu narsa uzoq bardavom bo'lmagan, ya'ni bir yilda misol uchun 3 oy 4 oy davomida post qo'yardik, keyin orada 2-3 oy tanaffus bo'lib qolardi. Keyin yana 3 oy 4 oy post qo'yardik, keyin orada yana tanaffus bo'lib qolardi. Shunaqa qilib, shunda ham misol uchun yaxshi auditoriya yig'ilgan, ancha-muncha odam taniydi. Lekin bitta kichkinagina yordam berishi mumkin bo'lgan narsa, birinchisi bu o'rgangan narsani o'rgatish. Ya'ni biz ko'rganmiz, ba'zi arxitektor tanishlarimiz bo'lardi, shu oddiygina programmada qiladigan ma'lum bir ishini, funksiyasini o'rgatmasdi, qizg'anardi tip. Bu narsani faqat men bilaman degan narsa bo'lardi. Ba'zi arxitektorlar bor, hamma bilganini o'rgatadi, lekin uning uchun haq so'raydi. Ba'zilar bor, tekinga o'rgatadi hamma narsasini. O'rgangan narsani o'rgatishda plyus nimadaki, o'rgangan narsani o'rgatsa, qanchalik ham bilgani juda ham kontrastda sezilib qoladi. Masalan, bugun bitta xona tuzishni o'rgandingmi, uni o'rgatishga qancha vaqting ketdi? Bir kuning ketdimi? Ertasi kuni yana nimadir o'rgatmoqchisan, qarasang o'zing bilmaysan boshqa narsa. Keyin oyib yetgan narsaga ulanadi, izlanish. Yana nima qilsa bo'ladi? O'rgandim, yana o'rgatish.
Bu birinchi plyus. Ikkinchi plyusi ma'lumot yetkazib berishda nima deydi? Skill paydo bo'ladi. Ya'ni bitta narsani bir ommalashgan narsa bor. Ma'lum bir mavzuni yosh bola tushunadigan darajada tushuntirib bera olsang, demak o'qituvchisan. Ya'ni bitta mavzuni o'zing o'rganib olding, endi o'rgatishing kerak. O'rgatyapsan, lekin bolalar tushunmayapti. Ya'ni birdek katta auditoriyaga tushunarli tarzda o'rgatishga yordam beradi va albatta nutqni rivojlantiradi. Ya'ni dars o'tib yurgan odam bilan dars o'tib yurmagan odamni farqi katta bir. Ikkinchidan, endi arxitektura loyihalar bilan bog'liq soha bo'lgani uchun har bitta qilgan loyihangni prezentatsiya qilishing kerak. Ya'ni taqdimotini o'tkazishing kerak. U bir kishilik guruh bo'ladimi, katta bir nima deydi, komissiya bo'ladimi, farqi yo'q. Yoki bir donagina qanaqadir o'jar mijoz bo'ladimi? Ya'ni loyihani taqdimot qilishda ham nutqi rol o'ynaydi. Shuning uchun imkon qadar kichkina arzimagan narsa bo'lsa ham o'rgangan narsani o'rgatish, bu kontent misolida bo'lishi mumkin yoki oddiy oldingda o'tirgan sherigingga yoki o'quvchi talabaga bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Tushunarli. Shunaqa qilib podkast yakunrog'ida aytgan bo'lardim. Kelinglarni suhbatinglardan bir menga yoqqan joylari bo'ldi. O'zi hammasi ma'noqli va informativ bo'ldi. Bobur, sen boshida aytding, anaqa sohaga qiziqish kerak va bu soft o'rganish kerak. Xuddi shu narsa ingliz tilida ham bor. O'quvchilarga ko'p aytaman, hozir ham qaytarib o'tib ketmoqchiman. To что bolalarni asosiy maqsadi ingliz tilini o'rganib yoki bir 9 olaman deb kelmaydi ko'plar. Ko'plar maqsadi institutga kirish. Va bu narsada 6.5 kerak bo'ladi. Misol uchun deylikda, yaxshi institutga kiramasa 6.5 kerak. Shularga aytaman, dangasalik qilma deyman. Misol uchun, sen o'zing kerak, mana shu o'qimayapsan. Sen umringni bir 6, 7, 8 oy vaqtini chidagin, o'tib ketgin. Ingliz tilini ochma keyinchalik. Sen kirib olishing uchun kerak. Mana shu juda haqiqat gap bo'ldi. Odamlar o'zini maqsadida esida bo'lishi kerak. Har doim dangasalik qilayotganda, serial ko'rishganda, kino ko'rishganda, boshqa qilgisi kelganda, mana shu oliy maqsadida esida bo'lib, bu narsa qachondir o'tib kelishini kallasida ushlab turib, keyin amal qilish kerak. Sanda bo'lsa, ayniqsa shu Emiratesda ishlash, bu bunaqada o'zi aeroportga ishlashi ko'plar qiziqadi. Ochig'ini aytganda, tem bo'li samolyotda постоянно uchib yurish o'zi ko'pligiga nasib qilmaydi. Samolyotda uchish, ochig'ini aytganda, mana shu narsalar baribir ochilgani zo'r bo'ldi. Chunki Dubayga chiqishing, Londonga chiqishing yaqqol misol bo'lyapti-da, ingliz tilini o'rganib, shu narsa baribir senga chet elga eshik ochgan. Ko'plar o'rganadi, institutga shu bilan qolib ketadi o'sha narsa. Juda ko'p, men o'zim ko'p kuzataman. Shu sizlarga kattakon rahmat. Ishinglarga rivoj va keyinchalik men kuzatib boraman sizlarni постоянно. Keyinchalik ham qanday kollaboratsiyalar nasib qilamiz. Bundan tashqari kutib qolaman. Menga juda bir eksklyuziv bo'ldimi ish qilib, chet el bozoriga chiqish to'g'risidagi narsa yo'q. Yaxshi bo'ldi, Xudo xolasa. Shu, hammaga rahmat. Taklif uchun rahmat. Seni ham boshlagan ishlaringda omad. Rahmat. Keyin podkastlarimizni ham kutib qolamiz. Mehmonlar bilan kim bilan bo'ladi? Ishlaringiz baraka. Rahmat.